Pachka Isuzu головкasini olib kelishdi. Hop, yangi. Xudo xolasa buni hozir sharoshga pritirkalarni qilib yig'ib beramiz. Xudo xolasa mana prujinalari, klapanlari. Bunaqa katta mashinalarda обязательно sharoshga qilish kerak va klapan pritirkalarni qilib berish kerak. Biron safar bo'lyapti, klapanning paskalari yaxshi o'tirmayapti. Hozir defektlari bo'ladi. Bu головkalarda klapan o'tirayotgan joyi qiyshiq keladi, ko'rib o'tiradi. O'shani to'g'rilab, ideal cho'tki qilib beramiz xudo xolasa. Gap isboti bilan. Hop. Mana hozir pastiga tegmagan, tepa gradus bilan ozgina klapan tekan o'tirgan. Yaxshi o'tirmayapti. Qolganlari yaxshi bo'layapti. Bunda mana tegmagan. Bunisi ham xuddi shu holat, yaxshi klapan o'tirmayapti. Yaltirayapti. Bunda qiyshiq olingan. Bu tomoniga yaxshi o'tirmayapti. Mana sharoshkadan kelgan holatda. Mana tomoniga tegayapti. Bu tomoniga o'sha yo'q, tekkan yo'q. Holatda defektor qilingan, salliklar taqilgan, klapanlar joyida xudo xolasa. Ana shu holatda yig'ib cho'tki qilib beraveramiz nasib bo'lsa.